Har safar yerga tushganimda qayta ko'tarilib, qayta turish men uchun g'alaba va bugun 247-kun va 247 sajrimaniya. Bu oddiy mashq emas, bu intizom va sabr va qaysidir ma'noda O'zbekistonni tanitish va O'zbekiston bayrog'ini kundan baland ko'tarish. أهلا وسهلا قولا ولحنا منا لكم كل احترام. أنتم بنيتم أنتم زرعتم في همة حب الأنام في همة حب الأنام. يا دعاء